kerakli paytda olaman. Mana Yanush Karchak degan ustoz o'tganda, u bilasizmi qanday Yanush Karchak polyak. 150 ta talabasi bilan saqlanib qolaman degan. Uni Matyush Pervi boshqa kitoblari ham bor. Nemis hali keladi, kelsang saqlab qolaman dedi. Studentlaringni pat olib qolamiz dedi. Yo'q dedi, men studentlarimni alda olmayman dedi. Ular men bilan birga kiraman. Agar saqlab qolsangiz, ular bilan qo'shib saqlab qoling dedi. Gazeviy kameraga xuddi paraddek kirib ketishadi. 150 ta talaba bilanmi yo'qmi 80 ta talaba bilan. Shu inson ajoyib gap gapiradi, bilasizmi? Injener. Injenerni tayyorlashga 5 yil vaqt ketadi. Ustoz. Yo'q, ustozni tayyorlab bo'lmaydi. Ustoz bo'lib tug'iladilar. Har kimga emas ustozdek. Har bir ota-ona o'z farzandini kuchli universitetda o'qitishini va o'z sohasida eng yaxshi mutaxassis bo'lishini istaydi. Chunki to'g'ri tanlangan oliy ta'lim kelajakdagi muvaffaqiyatli sohani poydevori hisoblanadi. Millat umidi asoschisi sifatida